Bismillah. Assalomu alaykum. Xo'sh, ko'pincha spamdan chiqish haqida qiziqishadi, o'rnashadi. Mana bu cheksiz spam deyman men, lekin muddati noaniq bo'lgan spam. Agar premium bo'lsa sizda, misol uchun darrov chiqib ketasiz spamdan. Spamga tushsangiz ham mana bu chiqarib beradi, qarang. O'sha zahoti chiqib ketgan spamdan. Spamga tushib, yana spamdan chiqib ketadi. Agar chiqolmayotgan bo'lsa, premium olib ko'ringlar. Bo'lmasa, masal qiyinroq variantlari bor. Ko'p o'rnashga to'g'ri keladi. Vaqtlaringiz bemalol bo'lsa, ko'ringlar bu videoni. Men sinab ko'raman hozir. Oldingi videolarimda boshqacha bo'lgan, hozir qonun qoidalari sal o'zgargani uchun bu xatoni bosardim. O'zgarishlar bor, o'shalarni hozir sinab ko'ramiz. Nima qilsa bo'ladi. Xo'sh. Endi bu yerda inson ekaningizni tasdiqlang deyapti. Havolaga bosamiz. Yaxshi, bosdik. Xo'sh, endi nima qilsa bo'ladi? Hech nima bo'lmayapti. Ortga qaytib ko'ramiz. Tayyor. Mana, xo'sh. Juda yaxshi, agar akkauntingiz xatolik sababli cheklab qo'yilgan bo'lsa, bundan juda ham afsusdaman. Va hokazoda, xullas. Holat haqida nima deysiz degan, men ishma deb o'tirmayman. Men doim inglizcha yozaman. Xo'sh, tamom, ariza qabul qilindi. Xo'sh, endi buni kutish kerak bo'ladi. Ayrim hollarda hech nima o'zgarish bo'lmaydi. Ayrim hollarda o'sha zahoti chiqib ketadi. Bo'lmasa bir marta spamga chiqqan ekanman, akkauntim o'zi bir marta. Yo'q, o'zi chiqmagan ekan bir marta. Xullas, shunga o'xshagan holatlar bo'ladi. Spamdan chiqqan akkauntlarni ham hozir ko'rsataman. Xo'sh. Mana shular ham spamdan chiqqan edi. Xo'sh. Tashqariga chiqdim. Xo'sh. Mana shunaqa holat bo'lganda men mana shuni yozganman. Inglizcha yozish ham shart emas. Mana spamdan o'ching degan yozganman. Men spamer emasman deb o'zbekcha yozsa ham bo'ladi, farq qilmaydi. Xo'sh. Yana bir marta o'rnaganman shekilli. Ikkinchi marta ham. Keyin mana ochilgan. Hozirda ochiqdi. Bu necha marta bo'lgan bu? Urinish juda ko'p bo'lgan. Ko'p urinaganman. Juda ko'p. Menda akkauntlar ko'p. Oldingi videolarimni ko'rgan bo'lsangiz,
Men gruppaga odam qo'yish bilan shug'ullanaman. O'shani hisobiga Telegram raqamlarim ko'p. Shunaqa qilib hozir bu yoqdayam gitti bu hamma. Sanab ko'ramiz. Yo'q, chiqmadi. Hozir qayta o'rnab bo'lmaydi mana. Uni keyinroq o'rnab ko'rish kerak yana. Bir ertasi kunmi yoki bir 12 soatlardan keyin aniq bo'ladi-da bu. Ayrim hollarda tez ochilib ketadi, ayrim paytlarda ochilmaydi. Yana ikkinchi marta o'rnashingiz uchun mana shunaqa yozuv chiqmasi kerak. Yani bu xato bemalol boshishingiz mumkin bo'ladi shunda. Hozir mana shu qo'ymaydi boshqa ariza yozishga. Qayta o'rnab ko'ringlar, taslim bo'lmanglar. O'xshamasa yana qayta o'rnab ko'rish kerak. Boshqa iloji yo'q. Agar mana bu hozir bu yerda mana bu chiqdi-ku, inson ekaningizni tasdiqlang degan narsani bosganingizda o'xshamasa, unda nimani ishlatib ko'ring. Mana bu Telegram originalini. Shuni o'zida ro'yxatdan o'tib sinab ko'ring, o'xshashi kerak. Qaysi akkauntimga. Shunda o'xshashi kerak. Chunki ofitsialniy Telegram ilovasida ko'p narsalar qulay va oson bo'ladi ishlashi. Agar shu akkauntim ochilib qolsa, video qilib qo'yaman. Hozircha shu qiynayotgan bo'lsalaringiz kommentariyaga yozinglar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Do'stlaringizga ulashib qo'yinglar. Menga bemalol yozishlaringiz, qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Menga ko'p kishi qo'ng'iroq qiladi. Spamdan chiqish imkoniyatlari o'zgarib qolgan. Sal tushunmovchilik bo'lganda qo'ng'iroq qilishadi, yozishadi. Oldingi videolarimni ko'rgan bo'lsangiz tushunasizlar.